Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tomonidan bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu haqda ma'lumot olish uchun studiyamizga Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi inspektori Begzod Hamdamovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Aytingchi, Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasining asosiy vazifalari bu turizm namoyishi va infratuzilmasi hududlarida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishdan iboratdir. Bundan tashqari, turistlarga nisbatan sodir etiladigan huquqbuzarliklarni kelib chiqish sharoitlarini o'rganish hamda muntazam ravishda tahlil qilib borishdan ham iboratdir. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, hozirgi kunda Xavfsiz turizm boshqarmasida xizmat qilayotgan xodimlarga umuman xizmatga qabul qilish talabidan tashqari kamida bitta chet tilini bilish talab etiladi va ushbu chet tilini bilish darajasini belgilovchi malaka sertifikatiga ega bo'lishi shart. Shu o'rinda yana bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, hozirgi kunda bizning boshqarmamizda rus va ingliz tillaridan tashqari turk, nemis va fransuz tillarida erkin so'zlasha oladigan xodimlarimiz xizmat faoliyatini olib bormoqda. Yana shuni qo'shimcha qilib ta'kidlab o'tmoqchi edimki, turizm namoyish obyektlari va infratuzilmasi hududlariga tutash bo'lgan ko'chalarda bizning boshqarmamizning yo'l patrul xizmati guruhlari o'z faoliyatini olib borishadi va bundan tashqari yurtimizga kelgan xorijiy delegatsiyalarni kuzatish, bundan tashqari turistik guruhlarni kuzatish vazifamizga kiradi. Sayyohlarga ko'rsatilayotgan amaliy yordamlardan yorqin misollar ayta olasizmi? O'zi umuman xorijliklar sizlarni qanday qilib topishlari mumkin? Sayyohlarga ko'rsatilayotgan amaliy yordamlarimizdan, yorqin misollarimizdan juda ham ko'p keltirishimiz mumkin. Misol uchun kuni kecha Germaniya davlatidan tashrif buyurgan turistimiz Toshkent shahridagi sayohati davomida aloqa operatorlaridan biriga tashrif buyuradi va u yerda SIM karta xarid qiladi. SIM karta xarid qilish jarayonida pasportini unutib qoldiradi. Shundan so'ng u respublika bo'ylab sayohatini davom ettiradi. Respublika bo'ylab sayohatini davom ettirish vaqtida Xorazm viloyatiga kelgan vaqtida pasportini yo'qotib qo'yganligini bilib qoladi va o'sha yerdagi hududiy ichki ishlar organlarining Xavfsiz turizm boshqarmasiga murojaat qiladi. Hamkorlikda amalga oshirilgan sa'y-harakatlarimiz natijasida ushbu fuqaroni, ya'ni turistni fuqarolik pasporti Toshkent shahrida topiladi va o'z egasiga qaytariladi. Endi turist politsiya, ya'ni Xavfsiz turizm boshqarmasini qanday qilib ajratish yoki bo'lmasam topish mumkin degan savolingizga keladigan bo'lsak, turizm namoyishi obyektlarida, umuman infratuzilmasi hududlarida bizning xodimlarimiz o'z xizmat faoliyatini olib boradi. Turistlar oqimi nisbatan yuqori bo'lgan hududlarda axborot ko'chma shoxobchalarimiz ham mavjud. Shu bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti Xavfsiz turizm boshqarmasida kol markazi tashkil etilgan. Mazkur kol markaziga xorijiy, nafaqat xorijiy, balki mahalliy sayyohlarimiz ham 1173 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali o'zlarining murojaatlarini qoldirishi mumkin. Bugungi kunda boshqarma faoliyatiga tatbiq etilayotgan yangiliklar ham bormi? Bular nimalardan iborat? Albatta, bunaqa yangiliklarimizdan juda ham ko'p. Boshqarma faoliyatiga tatbiq etilayotgan yangiliklardan bittasini yorqin misoli sifatida aytishim mumkinki, yangi turdagi, yangi namunadagi formali kiyim-bosh hozir joriy etilishi ko'zda tutilgan. Bu tez orada amaliyotga tatbiq etiladi. Yana bitta yangiliklarimizdan biri turistlarimiz tashrif buyuradigan marshrutlarda, deylik, geografik jihatdan sal murakkabroq joylar bo'ladigan bo'lsa, o'sha joylarda xizmat faoliyatida foydalanish uchun uchuvchisiz uchish apparatlari, ya'ni dron qurilmalari bilan ta'minlandi hozirgi kunda Xavfsiz turizm boshqarmasi xodimlariga. Tog'li va cho'l hududlari bo'ladi, har xil misol uchun yetib borish murakkab bo'lgan joylarda, demak, o'sha uchuvchisiz uchish apparatlaridan xodimlarimiz foydalanib kelmoqda. Buni foydalanishdan oldin xodimlarimiz o'quv malaka kurslarida o'qib, tegishli sertifikatlarni olishgan. Shu bilan bir qatorda Ichki ishlar vazirining tashabbusi bilan Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalariga hozirgi kunda gibrid turdagi, ya'ni ham tok hamda benzin yoqilg'isida ishlaydigan yangi turdagi avtotransport vositalari xizmatda foydalanish uchun topshirildi. Kerakli ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Eslatib o'taman, bugun studiyamizga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi inspektori Begzod Hamdamovni taklif etgan edik. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.